Ayog'ini oyog'ingizga tekkizdimi? Havorij bilib qo'ying. Havorij. Bunaqa masala kitobda yo'q. Atayna shuni o'ylab chiqishdi. Bular tushuntiradi chet eldan, bular eshitib masjidda qilyapti. Ominni Jahra aytib yubordimi? Havorij. Hanafiy emas. Qo'lini rofiylardan qilyaptimi rukuda? Havorij. Bular dushman, ichimizdagi dushman. O'zi bilmaydi, to'g'ri qilyapman deydi. Ular miyasiga sani yo'ling to'g'ri deydi. Ota bobong adashgan. 1300 yildan beri Imomi Azam deb adashgan bular. Noto'g'ri deb miyasiga quyib tashagan, qo'rg'oshin qilib. Ana shularni ko'ryapmanman. Bahs ketyapti, munozara ketyapti, talashib tortishyapmiz. Bitta imomning kuchi yetmaydi. Kundan kunga bu raqam o'syapti. Endi sizga o'xshagan oddiy namozxonlar ham harakat qilmasak bo'lmaydi, birgalashib. Hech bo'lmasa bir tanbeh berib qo'yish kerak-da. Nimaga buni o'qiyapsan? Hanafiy mazhabda makruh bu. Hanafiy mazhabda rofiylardan makruh. Hanafiyda ominni jahra aytish makruh deb aytib qo'yish kerak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muvahhid birodarlar va muvahhida opa-singillar, navbatdagi raddiyamiz mana bu shu O'zbekistonda bir saroy mullalaridan bo'lgan Abdulhafiz domla degan bu kishi aytyaptiki, ya'ni bu videosidagi raf'ul yadayn qilgan kishi havorij deyapti. Kim raf'ul yadayn qilsa bu havorij, bu hanafiy emas. Kim ominda jahl aytsa bu havorij, bu hanafiy emas. Kim oyoqqa tekizsa bu, ya'ni havorij, bu hanafiy emas. Buning uchun bir marta ana shu buni o'zini ovozini eshitamiz. Keyin inshaalloh payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni havorij deganligini biz isbotlaymizki, bular payg'ambarimizni ham havorij deydi, bu najas saroy mullalar. Oyog'ini oyog'ingizga tekkizdimi? Havorij bilib qo'ying. Havorij. Bunaqa masala kitobda yo'q. Atayna shuni o'ylab chiqishdi. Bular tushuntiradi chet eldan, bular eshitib masjidda qilyapti. Ominni Jahra aytib yubordimi? Havorij. Hanafiy emas. Qo'lini rofiylardan qilyaptimi rukuda? Havorij. Bular dushman, ichimizdagi dushman. O'zi bilmaydi, to'g'ri qilyapman deydi. Ular miyasiga sani yo'ling to'g'ri deydi. Ota bobong adashgan. 1300 yildan beri Imomi Azam deb adashgan bular. Noto'g'ri deb miyasiga quyib tashagan, qo'rg'oshin qilib. Ana shularni ko'ryapmanman. Bahs ketyapti, munozara ketyapti, talashib tortishyapmiz. Bitta imomning kuchi yetmaydi. Kundan kunga bu raqam o'syapti. Endi sizga o'xshagan oddiy namozxonlar ham harakat qilmasak bo'lmaydi, birgalashib. Hech bo'lmasa bir tanbeh berib qo'yish kerak-da. Nimaga buni o'qiyapsan? Hanafiy mazhabda makruh bu. Hanafiy mazhabda rofiylardan makruh. Hanafiyda ominni jahra aytish makruh deb aytib qo'yish kerak. Bu odam shu videosi bor. Har bir kishi yana kirib ko'rishi mumkin buni videosini. Kim agar ominda jahra aytib olsa, bu havorij deyapti. Bu hanafiy emas. Kim oyog'ini oyog'iga tekizsa, bu havorij, hanafiy emas deyapti. Va kimki agar raf'ul yadayn qilsa, bu havorij, bu hanafiy emas deyapti. Holbuki biz bu hadislardan bittasini zikr qilamiz va inshaalloh boshqa rivoyatlarni
Ya'ni biz tashlaganmiz bu hadislarni. Ominda jahriy aytishlik xavorijlik bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda marhamat qilib aytdilarki, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. İmam Abu Dovud rivoyat qiladilar. Ya'ni hukmul hadis sahih. Ya'ni hadisning hukmi sahihdir. 932 raqam bilan Voil ibni ya'ni Hujrdan rivoyat qilgan hadis va bunga o'xshagan hadislar Imom Buxoriyda keladi masalan va boshqa hadislarda keladi. Boshqa roviylarda keladi, ya'ni boshqa muhaddis olimlarning kitoblarida. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, ya'ni valaddallin, ya'ni Fotiha surasining oxirini ana shu o'qiganda alhamdulillahi robbil alamindan boshlab to ana shu g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin deganda amin deb turib aytib va rafa'a biha sawtahu, ya'ni shu bilan baland ovoz bilan aytar edilar. Ovozlarini baland qilib, ovozlarini ko'tarib, rafa'a biha sawtahu, ya'ni savt ovozlarini ko'tarib baland qilib aytardilar. Past ovoz bilan emas. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ya'ni xavorij deyotganligi, mana bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ya'ni ovozini ko'targanligi uchun xavorij deyapti. Bu birinchi hadis. Barakallohu fik. Ikkinchisi, oyog'ini oyog'ingga tegizdimi xavorij deyapti. Oyoqni oyoqqa tekizish xavorijlik bo'lsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir qancha hadislarni men bu yerda tashlaganman. Men ba'zisini o'qiyman sizlarga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy keltirgan hadislarda va bu hadislarda nima dedilar? Aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri fa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi va qadamahu biqadamihi. Imom Buxoriy o'zlarining sahihlarida 725-hadis. Biz nimaga aynan Imom Buxoriyni birinchi o'qidikki? Ya'ni Imom Buxoriyni kitoblarida hech qanday bir zaif degan narsa yo'q. Shuning uchun Imom Buxoriy bu yerda aytayaptilarki, Anas radhiyallohu anhudan, Anas ani Nabiy sallallohu alayhi vasallam qala aqimu sufufani arakum min wara'i dhahri. Ya'ni saflaringizni to'g'ri qilinglar, chunki men sizlarni orqa tomonimdan ham ko'raman. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozda turgan bo'lsalar, orqa tomondan, ya'ni orqa tomondagi saflarni ham ko'radilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Va aytdilarki, Anas radhiyallohu anhu shu hadisda, ya'ni sahobani tushunchasini qarang, sahobalarni namozda turishlarini qarang. Biz nimaga sahobalardan olamiz? Shariat sahobalarning tushunchasi bilan. Bular nazdida sahobani tushunchasi, sahobalarni namozda turishlari bularga xavorijlik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam boshqa ya'ni barakallohu fikum Imom Ahmad Imom Ahmadning musnadlarida, ya'ni Yamanda bir turli qo'y bo'ladi. Ya'ni shunaqangi bir
qo'ymasi qo'ydi qo'zichog'i. Shunaqangi tez yuradi ular. Ya'ni qo'ylarning ichidan shunaqangi bir tez yuradiki, ular shu qo'ylarning ichi bilan, shu ichlari bilan ya'ni kezib yuradi. Shayton ham sizlarni ana shu oralaringdan shunaqangi kezib keladi yani. Shayton ham inson namozda turganda orqadan shunday imom tomonga qarab kezib oralar ochiq bo'lsa agar, saflar ochiq bo'lsa, shunday qilib keladi. Holbuki bundagi ya'ni boshqa Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam saflarni to'g'ri qilinglar, ixtilof qilmanglar. Aks holda ixtilof yuzaga keladi. Menga yaqin tursin, ya'ni menga yaqin tursinlaringiz, ya'ni menga yaqin turganlaringizdan aql va hikmat egalari, so'ng ulardan keyingi kimsalar, keyin yana ulardan keyingilari. Abu Mas'ud dediki, sizlar bugun ixtilofda yanada shiddatlisizlar. Imom Muslim 432 raqam bilan bu hadisni men yine bu yerda keltirgan. Ki ya'ni saflar noto'g'ri bo'lishligi, qalblarda ixtilof paydo bo'lishligi. Qalblar bir-biriga ishonmaslik, ixtiloflar shundan yuzaga keladi. Endi mana bu saroy mullani gapi bilan kelsak, ixtilofni mana bu chiqaryapti. Bu inson qalblarida ixtilofli bo'lsa, ya'ni aksincha bu shaytonga yo'l ochib berayotgan odam mana bu bo'ladi. Ya'ni saflarni to'g'rilashlik, agar xavorijlik bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, saflarni to'g'irlanglar. Zeroki ixtilof qilmanglar. Saf, ya'ni to'g'ri bo'lsin. Bir kishi oldin, orqa, oralar ochiq bo'lmasin. Ana shu oyoqda orqasi hammaniki teng bo'lishi kerak. Oyoqda ana shu bizda masalan bujilak deydi. Oyoqda suyakchasi bor-ku, yonida turadi. Bu tomonida ham, ya'ni o'ng tomonidan ham, chap tomonida ham. Ya'ni old tashqari ichkarisida shu oyoqda bujilagini tashqaridagisini bir-biriga tekkizadi. Bir-biriga tekkizishadi. Ya'ni va kana ahaduna mankibahu bimankiri sahibihi. Ya'ni Anas ibn Malik aytayaptilarki, bizdan ya'ni har bir kishi yelkasini yonidagi do'stini, ya'ni yonidagi kishiga yelkasiga tekkizib turardi. Oyog'ini esa oyog'iga tekkizar edi. Ya'ni oyoqni oyoqqa tekkizishlik. Bu aytayaptiki, oyog'ini oyog'ingizga tekkizdimi? Xavorij deyapti. Bu yerda demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xavorij, sahobalar xavorij, Anas ibn Malik xavorij. Bu hamma sahobalar oyog'ini tekkizib xavorij bo'libdi. Bu yerda bitta saroy mulla haq bo'lib chiqyapti. Agar buni gap bilan aytsa. Yo, bu yerda mana bu hadisni inkor qilish kerak. Bor sahobalarni xavorij deb. Bitta mana bu saroy Najaf ularni orqasidan, Abdul Hafiz domlaning orqasidan. Yo'inki buni nohaq va bu tuhmat qilyapti deb buni tavbaga chaqirish kerak. Biz ikkinchisini olamizki, buni tavbaga chaqiramiz. Buni biz tavhidga chaqiramiz. Buni biz bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tuhmat qilganligidan qaytsin deb, ya'ni aytamiz va da'vat qilamiz. Abu Dovudda keltirgan va Imom Ahmadning musnadlarida keltirgan ham hadislar, ya'ni saflaringizni to'g'rilanglar. Bu hadislarni biz keltirganligimiz uchun keraklik o'sha bizga shohid bo'lgan dalilini tarjimasini aytib beramiz. Ya'ni saflaringizni to'g'rilanglar. 3 marta aytdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Buni haqiqatan valloh
vallahi latuqimunna sufufakum aw layukhalifanna Allaha qulubakum. Qala fara'aytu ar-rajula yalziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa rukbatahu birukbati sahibihi wa ka'bahu bika'bihi. Endi bu yerda qarang. Mankibahu bimankibi. Yelkasini yelkasiga, rukbatahu birukbati. Rukba ana shu tizza bo'ladi. Tizzani rukba. Xuddiki ya'ni Jibril alayhisalomda hadisda kelgan ki ya'ni oldilariga kelib va vadaa kaffayu ala fakida, ya'ni tizzasini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tizzasiga qo'yib, keyin qo'llarini o'sha ya'ni tizzani ustiga qo'yib, keyin savol beradilar. Uchinchidan barakallohu fikum. Uchinchidan va ka'bahu bi ka'bihi. Ya'ni Ka'b oyoqda oshig'i bo'ladi. Oyoqda oshig'i, ya'ni oshiqqa tekizish. Ana shu hozir biz aytdik-ku, bujilak dedik biz. Endi ana shu oshiq bo'ladi. Ya'ni va oshiq oyog'iga tekizib turganini ko'rdim deb turib aytibdi Nu'man hadisni rivoyat qiluvchi. Bu hadisni hukmul hadis sahih Imom Abu Dovud rivoyat qilgan va bunga o'xshagan hadis yana mana Imom Ahmadda keladi. Bu ham ana shu Nu'man orqali hadisni isnodi sahih va Abu Dovud bu hadisni 662 raqam bilan, Imom Ahmad 18430 raqam bilan rivoyat qiladi. Bu yerda ham men kishilarni oshiq oyog'ini do'sti bilan oshiq oyog'iga, ya'ni tizzasiga, yelkasiga tekkizib turganini ko'rdim deyapti. Barakallohu. Bu yerda bu hadislar ya'ni bunga dalolat qilyaptiki, bu kazzob, mana bu shayton mulla kazzoblik qilib nima qilyapti? Bu shayton mulla insonlarni nimaga chaqiryapti? Bu kazzob mulla insonlarni a'udhu billah, ya'ni sizlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislariga amal qilsanglar, sizlar xavorij bo'lasizlar, sizlar xavorijlardan deb turib shunday qilib ko'rsatyapti. Hadisga, payg'ambarimizni sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qilishlik xavorijlik bo'lib qolgan, ammo bularning so'zini olishlik kim emas. A'udhu billah. Bu mana bu bugundagi mana shu demokratiya, bularni mana shu holatga olib kelgan narsa bu. Va inshaalloh boshqa hadislarda bu haqida biz ya'ni raqamlarni yozib qoldirgan ana shu kanalda foydalanishlari mumkin. Uchinchi masalada ham hadislar juda ko'p. Inshaalloh biz balkim bugun yo ertaga bu hadislarni tashlaymiz bu yerda. Raf'ul yadayn degan haqida. Raf'ul yadayn men ba'zi rivoyatlarda, ya'ni bitta hadisni ba'zi roviylari bilan aytaman sizlarga, shu bilan yakunlaymiz, chunki boshqa ya'ni madrasamizda ya'ni rus tilida darslik boshlanadi. Shuning uchun bu hadis shundan iborat. Bu hadis Imom Buxoriy o'zlarini ana shu Raf'ul yadayn degan kitoblarda keltiradi. Bu haqida biz yana keyinroq yana biron boshqa vaqt keyinroq suhbat qilamiz bu masalada. Bu hadis shundan iboratki, Abu Hurayradan emas, barakallohu fikum, an Ubaydillah an Abi Rafi'in an Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhudan anna Rasulullah sallallahu alayhi vasallam
كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. Bu hadisda ma'nosi shundayki, Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har qachon takbiratul ihrom Allohu akbar deb turib aytganlarida yelkalari barobarga va har qachon agar rukuga ketishni istasalar yana rukuga ketishdan oldin ko'taradi. Va idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku. Agar boshlarini rukudan ko'targan paytda yana qo'llarini ko'taradi. Va idza qama min ar-rak'atayni fa'ala mithla zalik. Agar ikkinchi rakatdan tursalar ham ana shu tashahhuddan keyin yana shunday qo'llarini ko'tararlar. Akhrajahu Ahmad fi musnadihi. Imom Ahmad o'zlarining musnadlarida keltiradi bu hadisni. Bu Imom Buxoriyni sahihlarida ham bor. Biz inshaalloh bu kanalda bitta hadislarni tartibi bilan qo'yamiz. Va Imom Ahmad o'zlarining musnadlarida 717-hadis va Ibn Xuzayma ham rivoyatlar buni jild va 294-sahifasida va Abu Dovud ham o'zlarining sunanlarida 744-hadis bilan va Tirmiziy ham o'zlarining shu sunanlarida rivoyatlar 3423-raqam bilan. Ibn Moja ham 864 va Tahoviy fi sharh ma'anil athar. Imom Tahoviy ham o'zlarining shu sharh ma'anil athar kitoblarida birinchi jildi 195-sahifada zikr qiladilar. Va Ibn al-Munzir fil Awsat. Ibn Munzir ham o'zlarining Awsatlarini 3-jild va 137-sahifa va Daruqutni 1-jild 287-sahifasida. Val Bayhaqi fi Sunan. Bayhaqi ham o'zining sunanlarida 2-jildida va 74-sahifada zikr qiladi. Sunan, Ma'rifatu Sunanda ham bu zikr qiladi va g'oyru dalik va boshqalar, ya'ni Ma'rifatu Sunan 2-jild 414 va boshqa rivoyatlar ham juda ko'p. Imom Buxoriy o'zlarining sahihlarida ham keltirgan va Imom Muslim bunga nisbatan maxsus bir bob ajratganlar. Maxsus Imom Muslim babu istihbabi raf'ul yadayni hazva mankibay ma'a takbiratul ihrom deb turib yana davomi bor. Shunaqangi qilib, ya'ni biz har bittasini Allohning izni bilan Imom Buxoriydan boshlab Imom Muslim, Abu Dovud, Nasoiy, Tirmiziy, Ibn Moja, Ahmad va boshqa muhaddis har bitta muhaddisni rivoyat qilgan hadislarni Allohning izni bilan qo'limizdan kelguncha bu kanalda inshaalloh biz qo'yamiz va bizda aytadigan narsamiz shuki, aziz muvahhid va muvahhida opa-singillar, mana bu bizni raddiyalarimizni boshqalarga ham tarqatinglar. Bu najaflarni insonlarga ko'rsatinglar va insonlarga bularni tanitinglarki, bular bizni eng ana shu dinimizning dushmanlari mana shular. Bu kofir mushriklarni kofir mushrikligi bizga aniq namoyon bo'lardi. Biz taniymiz, bilamiz. Bularni oddiy insonlar ham taniydi. Ammo mana bu munofiq kofirlarni ko'p kishi tanimaydi. Ko'p kishi bularni domla, imom deb yuradi. Bular insonlarni mana shunday qilib nima qiladi? Mana shunday qilib zalolatga va jaholatga chaqirib, shariatimizni, pokiza shariatni xavorijlik deb ko'rsatadi. O'zlarini tog'ut asosida qurgan, ya'ni kufriy, shirkiy bo'lgan aqidalarini sahih islom deb insonlarga ko'rsatadi. Biz insonlarga bularni qanday xoin, qanday mushrik, najaf, bular qanday tog'ut malaylari ekanligini har bittamizni bo'ynimizdagi vazifamizki, bularni insonlarga tanitishimiz kerakki, bularni ana shu ya'ni zalolatiga kirib ketmasliklari uchun. Madrasada ham dars boshlandi.
rus tilida. Inshaalloh shu bilan darsimizni tugatamiz. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.